Toshkent viloyati Oqqo'rg'on rayonidanman men. Umar va salomatman. Men ko'p kasallar bo'ldim, 14 marta operatsiya bo'ldim. Shu Atxamjon shuni eshitib, shu dorilarni aytdim, shuni olib kelib berdi. Ichib ancha yaxshi bo'lib qoldim men. Hali ham yaxshiman. Burunga qaraganda yuragim ham boshman. Oyoqlarim qo'yinchi meni rosa dardim ko'paydi. Ko'zlarim xiraydi, quloqim shang'illardi. Ko'p ko'z doktorlarga bordim, u deydi, bu deydi. Xullas qiram shu doridan shifo topdim. Rahmat shularni chiqarganlaringga. Tanlaring sihat bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Mana shu dorilarni ichyapman. Atxamjon ham tani sog' bo'lsin. Shuni ishlab chiqarganlarga ham ming rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Foyda topyapman, shifo topyapman shu dorilardan. Necha marta operatsiya bo'ldingiz, xolajon? 14 marta bo'ldim operatsiya. Shu davomida qancha dorilar iste'mol qildingiz? Rosa ko'p dorilarni ichdim. Bormagan doktorim qilmagan haliginim qolmadi. Hammasiga bordim. Hansirardim. Men o'pka kasal bo'lib qoldim deb tuberkulozlarga bordim. Yo'q, o'pka kasal emas ekanman men, Xudoga shukr. Mana shu doridan xullas qaram shifo topdim deydi meni. Mahsulot to'g'risida nima deya olasiz? Kimlarga tavsiya qila olasiz? Endi shu kasal bo'lgan odamlar shuni olib ichsa, har yoqlarga sandiroqlamasdan, million pullarni sarflamasdan shularni olib ichsa, foydasi bor ekan, shifo topar ekan. Men shifo topdim shundan. Astoydil bo'lib shunga ixlos bilan ichsa, foydasi bor ekan. Rahmat shu insonlarga, shularni ishlab chiqarib bizga shu mahsulotlarni yetkazib berganlariga ming rahmat aytaman. Rahmat xolajon. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling.